Assalomu alaykum do'stlar, xayrli kun hammaga. Bugun yana mana Listyankaga keldik, Baykalga. Odam olib keldik. Tуда обратно klient kutyapmiz. Пока что yana 3 soat aylanishadi. Обратно tashlab qo'yamiz. O'shaning hisobiga 3 soat zerikib o'tirmasdan Baykalni polni xudo xolasa qo'ldan kelgancha obzor qilamiz, ko'rsatamiz. Nimalar bor, qiziq joylarini kuzatishda davom etinglar do'stlar. Baykaldamiz do'stlar. Odam qaynayapti, lekin вообще ko'p odam kelishyapti. Tем более bugun воскресенье, выходной kuni, shuni hisobiga ko'p odam. Hozir ko'rsatamiz do'stlar, bozorlarda ichini, kafelarda ichini, katamaran qanday, qancha, cho'pa-cho'm hammasini ko'rsatamiz xudo xolasa. Hozir 3 soat vaqtimiz bor. 3 soat ichida klientimiz aylanib tomosha qilgungacha bizdan tomosha qilamiz. Do'stlar, mana Xiva tomonlar leslari. Tog' deydimi, les deydimi, nima deydi? Manzara вообще zo'r. Havo ham cho'tki. Siyapti. Даже parkovkalar ham zanit полностью. Mashina qo'ygani joyi yo'q. Do'stlar, mana bozorga kiramiz. Bozordan boshlaymiz. Uni Baykalni bozori ko'rish. Qaysi biri? O'zimizlar ham ishlaydigan mana o'zbeklar, tojiklar. Bozorlar qilayapman. Hamma narsa bor. Baliqlarni olib ko'ramiz, so'raymiz. O'sh frukti. Kafelar ham bor. Здравствуйте. Здравствуйте. Какую желаете? Рыбку? А почем рыба? У меня есть сумма крупный 800, есть поменьше 600, есть по 300 средненькие. Пробуйте? Нет, спасибо, сейчас я Молодечко по 300 рублей. Kuramiz do'stlar. Нет, я взяла. Baliqlar xili bor ekan o'zi ham. Надо рыбки? А почем у вас рыба? У меня? Вам какую? Горячую? Горячая, конечно. Горячая 300-400. Это маленький 300 рублей, да? Спасибо. Они все кровные только по Şu историю 300 ekan. Katamaranlar. Tushyapti, sport so'raymiz ularda ham narx-navosini. Hozir buni kalsiy obozreniya bor ekan, mana eng oxirida. Yosh bolalar o'ynaydigan yaxshi joy. Jo'ashdan o'sha oxirida mana shu. Naryoqqa endi shu yo'l yo'q. Lekin odam rosa ko'p. Turistlar, ayniqsa Xitoylar juda ko'p. Vyetnam, Xitoylar ko'p kelyapti. Domikni qaranglar. Naborot qilib qo'ygan ekan. Boshi pastda, oyog'i tevada. Muzey ekan. Oko Baykal deyapti. Kassadan ko'ramiz hozir. Kalsiy obozreniya. O'chir ekan. Yozib qo'yibdi, kalsiy obozreniya 1 krug 500 rubl, 2 krug aylansa 750 rubl ekan. Bu 2 marta aylangan yaxshi ekan. Bozordan ko'rsataman mana. Yosh bolalarga yaxshi. Bitta krug aylansa 500 so'm, 500 rubl ekan.
2 krugiga 750 rubl ekan. Bu yerda rasmga ham tushsa bo'ladi ekan. Momentalniy fotografiyalar 200 rubl ekan. To'laysiz bu tomoniga o'tib turib, Baykalga qarab rasmga tushib olsa bo'ladi. Danish yo'q, lekin Nuverlarda o'sha oldin ruxsat bor edi. U Tiva tomonlarda shashlik qilib, yer, nima qilib 4 yil 3 yil oldi. Hozir polni zaprishon qo'ygan. Mumkin emas, bitta pishirib ovqat, shashlik pishirgani mumkin emas. Saboy pishirib olib kelasiz, deb ashta oshxonalardan olib yeysiz, islovlardan. Mayerga bir narsa qurilmoqchimikin? Do'stlar, atroflar zo'r. Suv lekin tiniq, вообще mazza. Cho'milishga yana hali erta, yana birar oy bu vaqt bor. Chunki suv yerda keyingi oydan boshlanish zarur cho'milishni ham. Mana yosh bolalarga o'yinlarda qilib qo'yibdi. Yaxshi. Bemalol kelib o'ynab. Buni pulini yoshdan teva bo'lishi kerak. 8 yoshdan pastga o'tirgizmas ekan bunga. Lekin ularga o'tirsa bo'lardi. 4-5 yashar bolalar. O'sha bo'lardi. Mana keldi. Hozir narxini so'rab ko'ramiz buni. Bu yerda yarim soat yo 40 minut aylantirib beradi. Buni narigi tomonga olib o'tib, yana qaytib olib keladi qirg'og'iga. O'tgan yili qancha edi? Masalan, odam boshiga 350 shunaqa edi. Hozir so'rab ko'ramiz. Endi keldi, endi tushiryapti. Narxlarda ham rosa ko'p. Здравствуйте. Здравствуйте. А почем у нас? 1500 1500 за один человек, да? человека, да? А сколько минут? 40. 40. Спасибо. Eshitinglar. Qimmat bo'lib ketibdi. 1500 deyapti, 1,5 ming ekan. Ondan boshqa yaxshi aytganida 40 ming aylantirar ekan. Biz o'tgan yilmi, undan oldingi yilmikin bolalarim bilan kelib 350 rubldan aylanib kelgan. Bu paytlar qolmabdi. Buni ham so'rab ko'ramiz katerga. Здравствуйте. А этот катер почем у вас погон? 1000 рублей. 1000 рублей. Можно на этом. На этот? А сколько человека можно? Сколько у вас человек? 3 дети. Взрослых Я. сколько? Взрослых 2. Ну, вон на этом вот будет. Это 1000 рублей, да? Да. А у этот? Тоже 1000 рублей. У нас от 4 человек. Katerlar 1000 rubl ekan, do'stlar. Semeyni kelib, 2-3 bolali bo'lib, kelib bemalol er xotin kelib o'tirib aylanib kelsa bo'lar ekan. Yaxshi, normal, 20 minutda bu. 20 minutda aylantirib olib keladi. Buning soati ko'proq. Bu sekin yurishini hisobiga 40 minut oladi. 15-20 minut olib kelib qo'yadi. Lekin yaxshi 1000 rublga semeyni. Do'stlar, eng zo'r narsani ko'rsataman, hozir qarab turinglar.
Hammada savol bo'lishi mumkin. Bu yerga kelganda choy ichish, stolovoga kirib choy ichish qanday bo'ladi? Go'shti halolmi, qornisi nimami? Biz musulmonmiz baribir mana. Kafe aybu. Kafesi halol kafe ekan. Odam qaynayapti. Bemalol kelib halol ekan. Kelib aybu deyapti, endi o'zimizlardan ekan. Kelib bemalol choy ichib, qorni to'g'izib, yana dalchi bo'lishga o'yin kulgi qilsa bo'ladi ekan. Buni tomondagi mana shu tomondagi katerlar boshidagi katerlar 1200 rubldan ekan. Hozir reklama aytdi. 20 minut ekan. O hozirgi so'raganimiz naryoqdagi eng oxirida borsangiz kalsiy obozreniyadan keyin shu oxirida 1000 rubl, 200 rublga arzon ekan. Boshida значит qimmatroq bo'ladi ekan. Shu oxiriga kelib qissa bo'ladi ekan. Shu oxirida mana mashinani parkovkaga qo'yib sal uzoqroq. Chunki bu yerda ham bor platniy parkovka. Joy bo'lib qoladimi yo'qmi bilmayman. Shu oxirrog'iga qo'yib, shu bozor tomonlarda kelsa bo'ladi ekan. Kalsiy obozreniyaning tagidagi katamaranli kорабль chem bu boshiga qaraganda arzonroq ekan. Do'stlar, kim keladigan bo'lsa bosh shahardan aylanib kelib dam olib ketaman desa bemalol halol oshxonalar bor ekan. Ko'rsatdim hozir. Bozorlarda baliqlar eng maydasi 300 rubldan boshlanadi ekan. Nimasiga qarab ketaveradi. Shu kafe ham oxirroq degan. Shu kalsiy obozreniyaga yetmasdan turib chap qo'lda. Shu oxiriga kelsalar shu kafe ay bo'lgan. Halol kafe. Kelib saboy olib kelib yengil ovqat, masalan, masherga savolib, damda olib yotsa bo'ladi, radiolarni solib yotishibdi hammasi. Maruz, dünya. Bozordan baliq olib chiqib, bemalol kelib joylashib o'tirsa ham bo'ladi ekan. Odamlar o'tiribdi bemalol. Yana biz sizlarga ko'rsatmagan nima qoldi? Bozorni ko'rsatdik. Endi o'zimizdan baliq olsak, klientimizni kutamiz, olib ketamiz. Do'stlar, agar kim ko'rib turgan bo'lsa bosh shahardan shu Baykalga kelib dam olaman degan odamlar bo'lsa, men telefon nomerimni qoldiraman. O'zim taksida ishlayman. Irkutskka kelsa 6000 rublga bemalol kelib olib kelib, semeyniy bo'lsa ham hozir olib keldim. Semeyniy bo'lsa ham borib kelishga murojaat qilaverasizlar. Olib kelaman, ertalab kelsalaring ham mayli, ertalab olib kelaman. Shu o'nlardan, nechlardan, 11 kechgacha kutib, o'zim mashinada dam olib, ashuna video syomka qilib aylanib turaman. Sizlar bemalol kelib damda olib, yana olib borib Irkutskka qaytib tashlab И не только bosh shahardan, O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston kimlar ko'rayotgan bo'lsa, kelib dam olib ketaman desa, Irkutskdan Baykalga olib borib kelish 6000 rublga olib borib kelaman do'stlar. Детский кресло bor. Mashinada bemalol bagaji keng, universal mashina. Narsalar turib turaveradi ham. Kiyim-kechak, lishniy narsalar. Bemalol aylanishlari mumkin kechgacha. Irkutsk shahridan ham haligi stroykada ishlaydigan bolalar, evet, charchab ketdim, bir dam olaman degan gruppalar bu qoladi, 3-4ta bolani olib kelib dam olib ketaveramiz. Murojaat qilasizlar, telefon qilib. Nomerlarimni pastga yozib qo'yaman do'stlar. O'zi tazayavka olib kelsangiz ham 2,5 ming bo'ladi. 2,5 mingga kelasiz, 2,5 mingga ketasiz. Endi unda uslovlari qanday?
Sloganlari endi detskiy slov bo'lmay qolishi mumkin. Kelib endi o'zim aytganimdek lishniy narsalaringiz ko'tarib yurishingizga to'g'ri keladi. Agar gostinitsa xizmat qilmasalaring bir kunda kelib ketadigan odamlarga lishniy narsalarni mashinada turib turaveradi. Yana buni ichida rasmga, videoga tushaman sizlarning bemalol o'zim olib qo'yishim mumkin. Yo'llarda to'xtab, zooparklar bor, zooparklarni tomosha qildirib, behijolat uka to'xtab turing desangiz, to'xtab yo'llarda 2-3 ta joyga to'xtashingiz ham mumkin. Tomosha qildirgan. Shunaqa do'stlar, akalar, ukalar. Shunaqa informatsiya. Bu mana shu qizda orzum. O'tganda ham bir klient olib kelganimda mana shu yerdan oldi klient. U hozir sizlarga qanday tushuntirsam, bozordan tashqarida, bozor ichkariroqda ko'prik bor. Mana birinchi ko'prikdan o'tgandan keyin mana suvenir deb qo'ygan. Shu suvenirdan shunday to'g'ri kirib borsalaring, 200-250 rubl. Bu chunki olib sotar emasda. Uni o'zlari ushlashib, endi erimi, o'g'limi bizga qorong'i, Alloh alam. Keyin o'zi sotadi. Nari bozorda ko'pi olib sotardi. Ular olishadi, ustiga 100 rubl, 50 rubl donasiga qo'yib sotishadi. Shu boshida kelsalar, mana gostinitsa kafe, hotel deb gostinitsa Priboy degan. Men o'tib srazu chap qo'lga kirganda ana shu yerda arzonlashib bariq. Dal do'stlar. Mashinaga qarab yurib ketyapmiz. Hozir baliq tashlab qo'yib, bu kafega kirib, obed qilib turib, TVga chiqib kelamiz do'stlar, Leske. TVga chiqamiz. Anchadan beri bunaqa TV'likka yurmagandim. Birov vaqt ko'ramiz. Ungacha keyin klientlarimiz chiqib qolsa kerak. Klientlarni olib ketamiz. Shu do'stlar yetishdi, bemalol telefon qilishlari mumkin, olib kelish kerak bo'lsa, olib kelaveramiz. Ertadan olib kelaman, kechgacha kutib turaman. Bemalol aylanib, netib obratno tashlab qo'yaman Irkutskiga. Agar boshqa shahardan keladigan bo'lsalaring ham aeroportdan, vokzaldan kutib olish imkoni bor. Oldindan telefon qilib filmat qo'ysalaring, bemalol kutib olaman. Aeroportdan kutib. Если что, Irkutskda gostinitsa bo'lsa ham gaplashib berishim mumkin. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Bo'ladi-yu, Novosibirsk, Krasnoyarsk, Moskva, Piter, endi boshqa shaharlardan, Kazan, Pazan kelib dam oladiganlar bir baygalga borib keladi. Mana taksi tayyor. Dushi qilib borib kelamiz. Zarayni telefon qilsalaring, gostinitsa bormi deb. Irkutskdan gostinitsani gaplashib, smetana qo'yishga imkoni bor. Boshqa nimalardan ham O'zbekistondan kelib. Sizlarning qo'ldan kelgancha yordam qilamiz inshaalloh. Oldindan smetana qo'yib, aeroportdan kutib olib kelib, gostinitsaga joylab, uni ertasi kuni Baykalga olib kelib, dam oltirgani qaytarib Irkutskga tashlab qo'yish. Ba'zi ishlar bor akalar. Shu Irkutskdan Baykalga olib ketish, ertalabdan kechgacha 6000 rubl. Если o'zimiz taksida borib kelamiz, sizlarning 2,5 bir tomondan bemalol kelib, yana qachda 2,5 ga kelsalaring bo'ladi. Do'stlar, biz tepalikka yo'l oldik, sekin Leska qarab ketyapmiz. Bu yerda Baykal.
Maytlarga agrajeniya qo'yib qo'yibdi. Oldin yo'q edi agrajeniya. Mana shu agrajeniyaning narigi tomonidan ichkarilar ochiq edi. Endi 5 yil, 4 yil oldin kelib yerlarda shashlik pishirib, stullar bor edi. Mesani olib 300-400 rublga kechgacha bemalol o'tirsa bo'lardi. Voleybol, top, voleybol, futbol o'ynagan paytlarimiz ham bo'lgan. Hozir endi yopib qo'yibdi. Hamma yo'qni platniy qilib qo'ygan. Pastlarga nimalar qo'yib, kafe qilib. Короче, pishirishga ruxsat bermay qo'yganlar. Bu tevadan zo'r ko'rinar ekan Baykal. Hozir mana birinchi Baykalni olaylik, keyin tevaga chiqamiz. O teva tomonga. Tiniq suv. Oxiri ko'rinmayapti. Havo вообще mazza. Mana shu tevadan tomosha qilsalaring, kun issiq bo'lsa ham 30 gradus. Lekin shamoli mazza, shabada bor. Shamolda o'tirib kayf qilasiz, kayf. Shu teva tomonda chiqib o'tirsiz, shamoli bor. Dahshat. Mana shu tomondan mana chekkalab qirg'og'iga olib o'tib karabil nimalar. Yana qaytarib olib kelib qo'yadi. Shunga 40 minut vaqt ketadi. Pishkon yursiz, undan ham tezroq borasiz. Endi lesga o'tamiz do'stlar. Menga eng yoqadigan joyi shu o'zi les teva tomon. Chunki o'zim yoshligim tog'da o'tgani uchun просто kayf. Для меня. Tevalikka chiqib hozir yuramiz Sashtevaga tomonga qarab. Mashinalar ochiq edi. Yo'q tashlashgan. Lekin подъем нормальный. Mashinada chiqsa ham bo'ladi. Men pastga qo'yib qo'ydim mashinani. Piyoda yuradi. Lekin yo'l bor mana. Bemalol mashinada kelib Shteva tomonga darsi chiqsa bo'ladi. Hop, tevalar. Где-то shu adashmasam o'sha yerda gostinitsa bor. Ashirdan o'sha nariyog'iga mashina yurmaydi. Oxirgi gostinitsa. Bu leslarni ichi do'stlar. Realno charchadim. Yoshlik davrlari o'tib ketibdi. Yugurib chiqadigan. Lekin yaxshigina tevalikka ko'tarildik. Pasti ham o'zi ko'rinmayapti. Oldin masherdan o'tin terib chashlikka yo'q qo'ygan. Terib tushib ketardik. Shu 5 yil oldi. Mana shashlik pishiradigan mangalda nimasi ham qolib ketibdi. Kimdir kelib pishirib yeb ketibdi. Mana подъем, lekin нормальный, жесткий. Les dahshat. Adashmasam yarim kilometrdan hamcha tevaroqda turibmiz. Baykalda. Les ichida.
Daraxtlar to'sib turibdi, yaxshi ko'rinmayapti. Mana ozgina perikur qilamiz. Dam olib kelib, вообще dahshat dam olsa bo'ladi. Ertamdan sahar kelib, kechgacha aylanib, hamma joyda ko'rishga uspet qilasiz. Lekin bu paydonga bitta chiqib tushsangiz, вес конкретно tashlaysizda. Foydali. Hech kim yo'q lekin list ichida. Hech kim, hamma suvni bo'yiga keladi, suv. Interesna shu Baykal, suvni tagida. O do'stlar, klientim cho'ta telefon qilib qoldi. Biz qaytamiz Irkutskga deydi. Juda vaqtli qaytishyapti. Bilmadim, tushib keldim hozir. Ular sal boshrog'i deydigan. Sho'gani ketyapman. Olib Irkutskga qaytamiz do'stlar. Shu bilan bugungi video obzor o'z nihoyasiga yetyapti. Если что, aytganimdek endi o'rta tashlab qo'yib ishni tugatamiz do'stlar. Ну давайте сначала немного